Muruntov koni namoyish etadi. Birgina xato barcha mehnatni yo'q qiladi. Portlatuvchilarning ishi bu matematik aniqlik va po'latdek intizom. Saidov Oybek Olimovich, kon bosh muhandisining burg'ulash va portlatish ishlari bo'yicha o'rinbosari. Burg'ulash va portlatish ishlarida katta tajribaga ega, o'z mehnati bilan yuksalgan mutaxassislardan biri va juda ko'plab portlatish ishlarini amalga oshirgan dovyurak mutaxassis. U 1999-yilda Navoiy davlat konchilik institutini tamomlab, mehnat faoliyatini Muruntov konida emulsiyali portlovchi moddalarni ishlab chiqarish va portlatish ishlarini olib borish sexini portlatish ishlari uchastkasi kon ishchisi sifatida boshlagan. 2003-yilda uchastka portlatuvchisi, 2005-yilda kon ustasi, 2012-yilda esa uchastka boshlig'i o'rinbosari lavozimlarida ishladi. 2014-yildan boshlab Muruntov koni kon bosh muhandisining burg'ulash va portlatish ishlari bo'yicha o'rinbosari sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Shomurodov Zafar Yandashevich Navoiy davlat konchilik institutini tamomlab, 2004-yil emulsiyali portlovchi moddalarni ishlab chiqarish va portlatish ishlarini olib borish sexi kon ishchisi sifatida faoliyatini boshladi. 2005-yilda emulsiyali matritsa tayyorlash apparatchisi, 2009-yilda uchastka ustasi, 2014-yilda sifat nazorati laboratoriyasi boshlig'i bo'ldi. 2018-yilda ikkinchi zavod uchastkasi boshlig'i sifatida ishlab, 2020-yildan buyon emulsiyali portlovchi moddalarni ishlab chiqarish va portlatish ishlarini olib borish sexi boshlig'i lavozimida samarali mehnat qilib kelmoqda. Bu insonlar uchun portlash bu shunchaki jarayon emas. Bu har bir soniyasi hisoblangan, xavfsizlik va natija uyg'unlashgan murakkab tizimdir. Ularning mehnati ortida bir haqiqat yotadi. Kuch faqat portlashda emas, uni boshqara oladigan insonlarda.